Alloh hech bitta taqdirda xato qilmaydi. Ya'ni ikkita jins vakilini yaratdimi? Ya'ni erkak va ayol. Hozirgi paytda erkaklar kerak emas, u yoq bu yoq bir balolar deyishyapti, lekin bitta narsani tushunib yetinglar. Alloh erkakni yaratdimi? Demak, uni qanaqadir o'rni bor. Ayolni yaratdimi? Ayolni qanaqadir o'rni bor. Ikkalasida ham o'ziga yarasha psixologik tomondan ham, ruhiy tomondan ham o'zini yetukligi, o'zini mana bu ustunlik taraflari bor. Ikkita energiyani ham. Hozir misol uchun erkaklarimizni ba'zilari arzimagan narsadan sinib, qanaqadir tashvishga yoki nimadirga berilib sinib qolayotgan sababi ayollik energetikasiga e'tibor kuchli qaralgani uchun ayollik gormoni, ayollik mana shunaqa qanaqadir hislatlari uyg'onib qolgani uchun ham ozgina pastga tushib qolyapti. Ayollarda man qila olaman, man eplayman, man unaqa, man bunaqa. O'zi aslida bu narsalar erkaklarga xos hislat. Chunki erkak yaratuvchi. Ya'ni yaratuvchi deganda Alloh nazarda tutmayapman. Yaratuvchi deganimda kuchi, energiyasi, hislatlari, ko'p ideyalari, o'zini qat'iyati bilan ko'p narsalarni yaratadi. Ayol nafosat, nozik va ruhiy tomonlama ba'zida o'sha kuchli insonga ham bir inson suyanch bo'lishi uchun aynan Alloh o'sha ikkita jins vakilini energiyasiga ham bir-biriga bog'lab qo'ygan. Nimaga Alloh bitta insonni o'zida, ya'ni erkakda ham, ayolda ham bitta insonni bo'ladigan bo'lsa, ikkalasiga ham erkaklik gormonidan ham, ayollik gormonidan ham energiyada ham xuddi shunaqa erkaklik energiyasida ham, ayollik energiyasida ham ikkalasiga bir xil bo'lib bergan. Nimaga? Bu ichki his tuyg'ulari bilan ozgina bo'lsa ham ayolni his qilib tushuna olishi uchun. Ayollar ham ichki o'tayotgan jarayonlari bilan erkakga qanchalik og'irligini, erkakni ham qanchalik tushunish kerakligini his qila olishi uchun ham Alloh hamma narsadan ozgina bo'lib bergan. Bizni nima qilyapmiz? Ayollar ustun, ayollar unaqa, bir ikkita kinolar ham chiqib ketibdi, matriarxat bir balolar tudasida. O'sha xato yo'lga ketayotganimiz shundan ma'lum. Agar Alloh erkakni past yoki ayolni baland yo ayolni baland yo mana shunaqa qilib yaratganida hech qanaqa erkakni yaratmasdi. Ayollar bu dunyoda ustun hukmron yaratuvchi, ayolning energiyasi mamnaqa bo'lganida erkakni yaratmasdan ayolni o'zidan o'zi ko'paytiradigan qilib qo'ygan bo'lardi. Shu narsalarni ham ozgina e'tiborga olishinglarni xohlagan bo'lardim. Nimagaki Alloh rejalarini buzayotgan biz insonlar bo'lamiz. Chunki o'tirib olib, uni hayotiga, buni hayotiga aralashib, o'zimiz bilib bilmasdan kimlardir oilasini buzib, o'sha oilalarni erkaklari ichkiligiga yoki yomon yo'lga, qanaqadir fahshlarga, ayollar ham yomon farzand boqaman deb yomon yo'lga kirib ketishiga, g'ururli bo'lib oilasiga tupurib qo'yib, birovlarni tegida yotishiga u paytda g'urur rol o'ynamaydi-da, lekin o'zini eriga kelganda g'ururli bo'lib, men o'zim bolamni boqib olaman, men o'zim qilib olaman degan narsalarda g'urur baland kelyapti. Bu narsalarga ham mamnitdagi 3-chi, ya'ni aqlli shaxslar bo'ladi-yu, o'zidan kimnidir yasab olgan, bir ikkisim pul topib, kimlardir o'ynashi bo'lib, kimlargadir 2-chi, 3-chi xotin bo'lib, dunyodan qanaqadir martabaga erishayotgan insonlar. O'shanaqalarni maminchagina ongchasi bilan berilayotgan maslahatlarini orqasidan kelib chiqyapti. Aslida bizning dinimiz faqat va faqat to'g'ri yo'lga, insonlarni fahshdan asrashga olib boradi.